Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir Andijon shahridagi Andijon shahar prokuraturasining yonida turibmiz. Fuqarolar murojaati bor edi, shu bo'yicha video syomkaga keldik. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz, tuzimsiz? Yaxshimisiz. Nima murojaatingiz bor edi prokuratura organlariga? Shu bo'yicha isbotingizni olgani keldik. Meni murojaatim Andijon shahar prokuraturasiga bundan 6 oy avval ariza topshirganman gaz bo'yicha. Hali hech qanday murojaatim ko'rilib chiqdimi yo'qmi uni bilmayman, lekin javob xati berishmadi menga. Gazga ulanish bo'yicha Andijon shahar gaz tarmog'i xodimlari noqonuniy harakatlari bo'yicha Andijon shahar prokuroriga ariza bergan. Ariza bergan. 6 oy oldin. 6 oy avval. Murojaat bo'yicha chaqirdimi, chaqirmadimi? Bir marta chaqirdi. Javob xati bergan yo'q? Yo'q, javob xati bermadi. Ibrohimjon degan bolaga tushgan, mana shu xodimiga bir marta chaqirdi. Men xizmat tekshiruvga tashab qo'ydim, opa, javob xatini beraman, ketavering dedi. Xo'p dedim, bo'ldi. Undan keyin chaqirgan yo'q? Yo'q, chaqirmadi. Bu birinchi masalam bo'lmadi. Ikkinchi masalam, men Qo'shariq MFda yashayman. Qo'shariq MF raisini bizga nisbatan, fuqarolarga nisbatan qilayotgan ishlaridan, noqonuniy xatti-harakatidan norozi bo'lib, respublika prokuraturasiga, bosh prokuraturaga ariza bilan murojaat qilib kelganman 7-aprel kuni. 7-aprel kuni murojaat qilgan bo'lsam, mana 1 oy bo'lyapti, hali hamon meni bu nimaga chaqirishgani yo'q. Prokuraturaga hali bu nima masalada, nima uni umuman ko'rib ham chiqqan yo'q, chaqirgan ham. Bosh prokuraturaga murojaat qilsangiz ham murojaatingiz ko'rib chiqilmayapti. Ko'rib chiqqan yo'q hali. Xabaringiz bormi? Ijtimoiy turma kuzatuvchilar xabari bo'lgan bo'lsa kerak. Bosh prokurorimiz birinchi o'rinbosari Baxtin aka Valiyevich Andijonga tashrif buyurgan. Shu xabarim bo'ldi. Ana shu Baxtin aka Valiyevichni kelganidan xursandman. Andijonga xush kelibdi. Biz shu odamni shu unaqa qilmoqchimiz. Qabuliga kirmoqchiman. Chunki ishlarim umuman bo'lmayapti. Prokuratura tomonidan ko'rib chiqilmayapti. Prokuratura tomonidan umuman ishlarim yopilib ketyapti. Shu odam bilan ko'rishmoqchiman. Andijonga kelibdi. Shunga juda xursand bo'ldim, kelganidan xursandman. Hurmatli mas'ullar, agarda bizni videomizni ko'radigan bo'lsanglar, iltimos qilasizlar, Baxtin aka Valiyevichdan Andijonga xush kelibsiz. Andijonga kelganingizdan fursatdan foydalanib, bizni qabulingizga kelishingizda amaliy yordam berishingizni, bizni qabul qilishingizni iltimos qilasizdik. Tegishli tashkilotlarga murojaatimizni yetkazib qo'yasizlar degan umiddamiz. Rahmat katta.